Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz avval aka? Yaxshi bo'ladi. Sog'lig'ingiz yaxshimi, bolalaringiz yaxshimi? Tinchlikmi? To'satdan osilib qoldingiz? Sizgami? Nima deb osildim? To'dalanib keldiydi, xalq dardi deydiganlarga men gapiraman deb nom yo'q qilyapsiz-da. Yo'q, men lekin sizni gapirmadim. Siz o'zingizga tortibsiz-da, domla. Kim aytadi ijtimoiy tarmoqlarda to'dalanib kellaring deb? Bilmadim, men ko'pchilikdan eshitganman bu gapni. Kimchi, masalan, bitta odam aytingchi. Yuzma-yuz dedingiz, ko'rinish berasizmi? Ko'rinish, yo'q bermayman ko'rinish. Siz savolga javob bering. To'dalanib kellaring deb ijtimoiy tarmoqda kim aytgan Abraham Muxtoriydan boshqa? Ko'pchilik nomma-nom nima qila olmayman, lekin siz aytayotgan Abraham Moshi degan odamni men tanimayman. Yo'q, siz savolga javob bering. To'dalanib kellaring deb ko'pchilik emas, bitta odamni keltirib bering. Yo'q, xo'p, endi ijtimoiy tarmoqda hammasini nomini eslab qolib bo'lmaydi-ku. Hammasi emas, bitta keltirib bering. Bitta dona, bir dona. Bittasi siz. Boshqa yana kim bor? Boshqalarning ismini esimda yo'q, qaysi? Nimaga menga osilyapsiz unda? Domla, sizga osilganimni nimada ko'rdingiz? To'dalanib kellaring deydiganlar bor deyapsiz. Yo'q, siz aytyapsiz, yuzma-yuz gaplashamiz deyapsiz. Men qarshi emasman, men sizga haqorat qilmadim. Savolga javob bermayapsiz. Yuzma-yuz gaplash uchun inson erkak kishi bo'lish kerak, gapiga javob berish kerak, yuzma-yuz kelish kerak. Orqadan mingillamaydi xotin chalishga o'xshab. Sizni videoyingizni, xotin chalishga eng hezalagisiz. Mana. Erkak emassiz siz. Erkak odam yuzma-yuz kelib gaplashadi. Menga qara deydi. Keling. Nima qilasiz ming'irlab orqadan? Yo'q, men sizni orqangizdan ming'illamadim. Abror Muxtor Ali degan narsa. Yo'q, u xotinlarning gapi u. Mana xotinlar bor-ku, men unaqa demadim. Qalbim pok, meni ko'nglim to'g'ri. U xotinlarning gapi. Erkak kishi yuzma-yuz gaplashadi. Sizni gapingizga yuzma-yuz gaplashamiz dedi. Sizni yo'q, yuzma-yuz gaplashadi. Erkak kishi yuzma-yuz gaplashadi. Orqadan mingillamaydi. Yuz gaplashyapman, qanisiz siz? Yo'q, biz hozir internetda gaplashyapmiz. Yuzma-yuz ko'rishib gaplashadi. Erkak odam agar qo'lidan kelsa yoqasidan oladi. Kaltak yesa rahmat deb ketadi. Ursa aytadi, men sindirdim deydi. Erkak shuna bo'ladi. Endi to'xtang. Shunaqa jamiyatda yashayapman. Yo'q, men shunaqa jamiyatda yashayapman. Men erkakman, gapimga javob bering. Qo'ysangizchi. Yo'q, zo'ravonlik emas. Hezalaylik qilmaslik kerak. Men zo'ravonlik qilaman, siz zo'ravonlik qilaman deb sizga terpiylaligingizga men imkon bermayman. Siz terpilasiz, hezalaysiz, xotinchalisiz. Qo'ysangizchi. Menga qarang. Nimaga osilyapsiz deyapman, savol. Ben sizga osilmadim. Osilyapsiz. Sizni videoyingizda haqoratdan boshqa bildirishga qodir bo'lmasangiz. Yo'q, haqorat qilmayapman. Haqorat qilmayapman men. Terpila deyish bu haqoratga kiradi. Terpila haqoratga kirmaydi. Ya. Terpila deydi. Yo'q, bu haqoratga kiradi, to'g'ri? Yo'q, haqorat yozing ustimdan bo'lmasa. Ya, siz ustingizdan oliy hakamga yozib qo'yganmisiz? Shu terpila odam haqorat emas, u terpila deydi. Siz savolga javob bermayapsiz. Nimaga mana sizni umrimda, hayotimda nima uchun bunaqa pozitsiyaga o'tib oldingiz, domla? Men nima qilaman chiqayrab, siz kimsiz? Siz kimsiz? Jamiyatda qanaqa o'rningiz bor? Bunchalik ters haqorat fikr bilan menga Chunki menga assalomu alaykum degan odamga har doim chiroyli muomala qilganman men. Lekin menga orqa-vorotdan hezalaylik qilib, xunasalik qilib, ming'ir-sing'ir qilgan odamlarga o'ziga munosib javob berganman. Siz men haqimda, siz hezalayni ishini qilyapsiz. Siz men haqimda ming'ir-sing'ir qilyapsiz. PR deyapsiz. Meni PRga ehtiyojim yo'q. PRga sizlarning ehtiyojingiz bor. Keyin sizni nimaga menga osilyapsiz unda PR qilmasangiz? Nima deb osildim? Qani keltirib bering, bir joyda osilganimni keltirib bering. To'dalanib kellaring. Mana aytdim. Yo'q, javob berishingiz kerak bo'lgan joyda sakrayapsiz. Siz to'dalanib kellaring. Mana sakrayapsiz. To'dalanib kellaring degan gapni gapiryapsiz. Men haqorat qildingiz demayapman. Siz gapga javob berasizmi, sakrayverasizmi? Men sizni haqorat qilding dedimmi hozir?
Yo'q, siz nega haqorat qilyapsiz? Men haqorat qilmayapman. Terpiylarni terpiylar deydi. Hezalayni hezalay deydi. Xotinchalishni xotinchalish deydi. Yo'q, bu haqorat emas. Men Xurshid hezalak demayapman. Hezalaylik qilmaslik kerak deyapman. Maylimi shunga? Sizni videoyingizdan Otabek degan, Otabek Hamidov degan bitta begumot o'zini profilda qo'yyapti. Uni izohlarida %100 meni haqorat qilyapti. Otabek o'zi eshiting gapni eshiting siz. Otabek o'zini profilida onasini avratini yozyapti. Onasini avrati bor-ku, masalan, har bitta ona muqaddas hisoblanadi. Lekin Otabek o'zini onasini avratini yozyapti va javob ber deyapti. Sizlarga bo'laveradi, sizlar to'dalanib jamoa bo'lib olib sakrasanglar bo'laveradi. Men umurimda sizni zikr qilganmanmi? Domla endi eshiting. Umurimda biror marta sizni gapirganmanmi? Domla eshiting endi. Umurimda biror marta sizni gapirganmanmi? Domla, endi men savolingizga javob bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qarang, men kecha imенно shu videoingiz bo'yicha prямой efir qildimda xalqqa chiqdim. Ya'ni sizlar nima fikrdasizlar? Xalq aytayaptiki, ahli ilm domla bilan tortishma. Hali seni aqling yetmagan joylari ko'p deyapti. Va men bu narsani ijtimoiy tarmoqdan o'sha vaqtni o'zida blokladim. Ya'ni mayli o'zlariga chiqay dedimda, kecha telegramingizga yozdim men, xabaringiz bo'lsa. Bu fazilatmi bu? Yo'q, gapimni tugatmadim hali. Bu fazilatmi? Nima gapiryapsiz buni? Siz eshita olasizmi? Men eshityapman, bu fazilat emas bu. Yo'q, fikrimni tugatay, mayli bu fazilat, hislatmi? Yo'q, hislatmi emas. Bu fazilat emas. Menga fazilat qilib gapirmang bu gapingizni. Bu erkak kishining ishi emas bu. Bunaqa yozib o'chirdim, xalqdan eshitdim. Promoy topsangiz bo'lmaydimi meni? Gaplasha olmaysizmi? Telefoningiz ochiq. Yo'q, telefoningiz ochiq bo'lsa gapirish kerakmi chiqib olib? Siz nega chiqib gapirdingiz? Nega telefon qilmadingiz? Men qilmayman, chunki men javob beryapman. Yo'q, shu xalqqa chiqib gapirganingiz uchun gapirdingiz. Xalq oldida gapirdingiz bu gapni. Men javob beryapman xalq oldida. Hop, meni dayusligimni siz gapiryapsan, dayussan, sen dayuslan deb gapiryapsiz. Qayerda ko'rdingiz meni? Nimada dayuslik qildingiz? Yo, dayus deydi, hezalay deydi. Men javob qaytaryapman. Sizni biror marta nomingizni zikr qilganmanmi hayotimda? Hop, men ham sizni nomingizni zikr qilganmanmi? Ha, meni zikr qilyapsiz. Siz qilgan videoni tagida, siz qilgan videoni tagida to'dalanib kellaring deydigani bor. Xalq dardi deydigani bor. Xalq nomidan gapiradi o'zicha. Deyapsiz. Bu axloqiy jihatdan Muxtor Ali deganimiz. Aynan Abror Muxtor Ali degani. Chunki izohlarda ham shunaqa yozishyapti. Siz o'sha joyda hozir mana keltirib ham bera olganingiz yo'q. To'dalanib kellaring deb kim aytadi ijtimoiy tarmoqda? Men aytaman, yana aytayapman. To'dalanib kelaveringlar, bemalol. Farqi yo'q. Qochib ketdingiz degan gapni men qo'shmaganman. Siz nega aytdingiz qochib ketdi deb aytdi deb tuhmat qilyapsiz? Tuhmat emas, ahvolingizni ko'rdik deyapsiz. Nima ahvolimni ko'rdingiz? Yo'q, siz menga savolimga javob Men shuni qochib ketgan deb tushundim. Siz o'zingizcha tushundingiz. O'zimcha emas. Men shuni qochib ketgan deb odamlar ijtimoiy tarmoqda to'dalanib kellaring degansan, mana Fransiyada qochib ketding-ku deb hamma PR qiladi. Men u yerda qochmaganman. Gapim sizga og'ir botdi shunaqa. Og'ir botdi emas. Erkak odam emassizlar. Ligingdan bildirish uchun chiqib gapirib qo'ydim. Sizlar erkak emassizlar. Bunaqa mavzularni faqatgina ijtimoiy tarmoqdan, montaj shantajni orqasidan gapirib yurasizlar, bo'ldi. Sizlarda erkakchilik xislati yo'q. Yuzma-yuz kelib da'voylarni, gapinglarni isbotlab beradigan saviyalar ham yo'q. PR deysiz. Qaysi gapimizni? Nimaga orqadan gapiryapsiz? Shuni aytayapman. Qattaman, nima ahvolimga? Siz orqangizdan gapirdingmi, domla? Men aytayapman, u erkak emassiz deyapman, isbotlayapsiz. Aytdim men, nima deysiz, deya olmayapsiz. Chunki deya olmaysiz. Sizlar mana shunaqa, haligi gapni aylantirib, ana bu bozordagi xotinlarga o'xshab, men nima dedim, qani gapimdan ushlolmaysan sen deydigan xotinlarning ishi bu. Xurshid, erkak bo'lavering. Jamiyatda erkaklik yutadi oxiri. Yo'q, biz hali ham erkakmiz. Yo'q, erkak emassiz. Erkak emassiz. Xatoyimiz bo'lsa yuzimga gapiring, ayblamang domla. Mana aytayapman. Bunaqa vakolat berilmagan. Men sizga aytayapman, mana erkak emassiz. Erkak odam mana Abror Muxtor Ali haqida gapirsa, umuman haqqingiz yo'q. meni haqqim bor, men haqimda gapiryapsiz siz. Ana
sizni haqingizda gapirgan odam mana qani debdi? mana shu ya'ni xamir yo'lligingiz ham erkak emasligingizni dalil. Erkak kishi aytadi, "Ha, domla, o'sha joyda sizni gapirdim, to'dalanib kellaring degansiz. Ko'rdik ahvolingizni." deb sizni gapirdi. Lekin so'raydigan gaplarim bor desangiz, sizni haqiqatda aytardim. Ha, Xurshid erkak ekan. Abraham Moshi kim? Menga Abraham Moshiga sig'inyapsan degan ayblov qo'yapsiz. Domla, O'shalarni Allohni bilaman, Allohni taniyman. Allohga iymon keltirganman. Allohni tanisangiz nimaga orqadan gapiryapsiz? Montajlarni ko'tarib yursiz. Sig'inganimni nimada ko'rdingiz? O'shalarni montajini ko'tarib yursizlar-da. Qani, qayerda qo'ydim montajini? Yo'q. Sig'inyapti deyish bu e'tiqod taraflama ketib qolmaydimi, domla? Yo'q, e'tiqod haqida gaplashamizmi? Qaysi tomondan gaplashmoqchisiz? Yo'q, men siz shunaqa gapiryapsiz, Xurshid. Abraham Moshiga sig'inma, o'sha sen sig'inayotgan Abraham Moshi deyapsiz. Men ularga eshitmaganman u odam. Abrahamni eshitganman, o'sha fil sohibini eshitganman. Abraham Moshi, o'sha Abraham bostirib keladi, o'sha abobil qushlari chiqadi. Endi lekin men boshqa Abrahamni tanimayman. O'zbek xalqi ahmoq, men xohlagan gapimni gapirib, men juda aqlliman, chiqib ketaveraman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, tor o'ylayapsiz. Domla, siz uzilib qoldi. O'zbek xalqini nomidan gapirmang, o'zingizni nomingizdan gapiring. Xatoyim bo'lsa, mana shu joyda xato qilding deb yuzimga gapiring. O'sha xatoyimni isbotlab bering, men qo'limni ko'taraman, domla, gap so'z yo'q. Yo, uning uchun ozgina rujulat kerak-da, Xurshid. Siz nima rujulat? O'zingiz mana telefon qilganimizda birinchi o'sha Qosimova masalasida ham siz bilan gaplashgandik telefonda, esingizda bo'lsa. Kim u Qosimova? O'sha maktab direktori masalasida bir telefonda gaplashganmiz, tarmog'ingizga ham qo'ygansiz o'sha men bilan suhbatingizni. Nima deb gaplashganmiz? Men telefonda gaplashganmanmi siz bilan? Ha, hozir men sizga qo'yib beraman, domla. O'sha o'zingiz qo'ygan tarmog'ingizdagi videodan qo'yib beraman. Men bilan suhbatni qo'ygansiz. Telegram kanalda emasmidi u? Yo'q, YouTube kanalda. Yo'q, Telegramda gaplashmaganmizmi? Erkin e'tiqodmi? Buni taklif qilib mana. Rasman buni o'sha senatga olib kirish kerak. Blogerlik sistemasini tartibga solish kerak. Telegram kanal-ku bu. Yo'q, domla, bu o'zingizni YouTube'ingizga qo'ygansiz. Telegram kanalda gaplashganmiz siz bilan. Yo erkin e'tiqodda, yo bahs maydonida. Yo'q, 16 nomeringiz bilan gaplashganmiz, telefonda gaplashuvdik. Qanaqa qilib biz aloqaga chiqqanmiz siz bilan? Nima mavzuda gaplashganmiz, ya'ni? O'sha hozirgi mana ichki ishlar tizimidagi islohotlar, o'zgarishlar, ya'ni bu masalani antena yomon joyda shekilli, o'chib qolyapti. Maktab direktori masalasini nazoratga olinganligi, bu masalaga boshqa aralashish kerak emasligi, umumiy o'sha holatlar bo'yicha gaplashganmiz, suhbatlashganmiz. Otabek aka Jo'rayev bo'yicha gapirgansiz, men bir ikkita savollar berganman. Hozir efirdaman, keyin bir minut telefon qilaman. Suhbatlashganmiz, keyin o'zingiz ham fikr bildirgansiz deyishman. Javob bera olmayman. Eslang, nomli. Bo'lishi mumkin, minglab odam bilan gaplashamiz, bo'lishi mumkin. Xo'p, o'sha suhbatda nima problema bo'lgan? Bunda o'sha blogerlarni hozirgi maktab direktori bilan pozitsiyasi haqida gap bo'lgandi. Ya'ni o'sha bir xil pozitsiyani ushlamayapti. Ya'ni go'yo Qosimova fuqaroki, ichki ishlar xodimlari fuqaro emas degan mazmunda suhbatlashgandik. Xo'p, problema bo'lmaganmi? Yo'q, o'shanda gapiruvdingiz, mana to'g'ri pozitsiyada ekansan, mana shu pozitsiyangda tursang, yo'ling uzoq bo'ladi degan fikr bildirgan edingiz. Xo'p, lekin o'sha pozitsiyada men davom etib kelyapman hozirgacha. Mayli, u masala bitta masala ekanda, nimaga to'dalanib kellaring deganlar bor. Ko'rdik ahvolingizni to'dalanib kelganda. Nima keragi bor shu gapni? Erkak kishiga yarashadimi shu gap? Yo'q, endi bu sizga qarata aytilganligini isbot qilib bering. Yo'q, uni men qarang, qonuniy asosda isbotlashga hech ham ehtiyoj yo'q. Men erkak kishiga nisbatan aytayapman. Agar erkak bo'lsangiz, yo'q, gapni eshiting. Yo'q, Xurshid, gapni eshiting. Siz agar erkak bo'lsangiz, hozir aytardingizki, ha, domla, sizni o'sha yerda gapirdim, to'g'ri noto'g'ri bu meni fikrim.
U yog'i o'zingiz bilasiz derdingiz. Qani meni gapirganim, qani nomini aytganim, bu hezalay xotinlarning gapi bu. Men shunaqa fikrdaman. Men aytgan gapimni aytib kelganman. Mana Xurshid deyapmanmi, Xurshid deyman. Siz haqingizda gapirdim deyman. Men unaqa aylantirmayman. Chunki men erkakman. Qonunchilik, tilimdan ushlab oladi. Unaqa gaplar u erkakning gapi emas u. Yo, men shunaqaman. Qani meniga men haqimda gapirgan jumla isbotlab bering desangiz, bo'ldi, isbotim yo'q. Bo'ldi, bemalol o'sha bulbul og'a bo'lib yuraverasiz. Gap yo'q. Isbotlab bo'lmaydi sizlarning gapingizlarni. Siz bilan gaplashgan ekanmiz, problemamiz yo'q ekan oramizda. So'zlashish madaniyatiga rioya qiling-da. Siz juda rioya qilyapman. Meni haqimda. Siz odamni chestiga zadivat qilyapsiz. Yo'q, chest bormi sizda? Chestingizni qo'shganim yo'q. Yo'q, chest bormi sizda? Chest bo'lsa nimaga ming'irlaysiz orqadan? Chesti bor odam ming'irlamaydi. Kecha men Otabek Hamidov degani bilan ham gaplashdim. Unga telefon qildim. Menda provokatsiya qilyapsiz-da. Provokatsiya emas-da. Provokatsiyani ajoyib odamsizlar-da sizlar. Provokatsiyani sizlar qilasizlar. Javob eshitsanglar, men bitta shaxsman, domla, sizlar demayman, men bitta shaxs. Sizlar, men uchun sizlar hammanglar to'dasizlar. To'dalanib kelyapsizlar-yu, kelaveringlar. Yana yig'ib olinglar 5-10 ta atrofinglarga. Tashqaridan ham olib kelinglar. Men sizlarga aytib qo'yay, kuchinglar yetmaydi bizga. Sizlar mana shunaqangi orqadan turib ming'ir-sing'ir qilasizlar. Otabek Hamidovga kecha qildim. Nimaga Abror Abdazimov deyapti meni? Bo'pti, Abror Abdazimov pasportda gap yo'q. Nimaga men siz haqingizda hayotda biror marta gapirmagan bo'lsam, nima uchun meni nomimni onangizning avratini nomi bilan bir xil yozyapsiz? Yozib javob ber deyapti-da. Sizni ham videongizni qo'yib qo'yib, menga javob ber deyapti. Onasini avratini bemalol yozyapti. Madaniyat mana shularda. Men aytayotgan jumla filologik jumla. Filologiyada, adabiyotda ishlatsa bo'ladigan jumla meniki. Lekin u Otabek onasini avratini ochiq yozyapti. Keyin aytayaptiki, orasiga nuqta qo'yib qo'yganman deyapti. Mana sizni tabiatingizni ko'rsatyapti. Aytmaganman. Qani deyapti. Yo, chestinglar bo'lsa, qo'shmasdan joyda fikr bildirsa bo'ladi. Yo, onasini ham, masalan, o'sha bildirsa bo'ladi. Agar u onasini avratini yozmagan bo'lsa-da, unda bildirsa bo'ladi. Onasini avratini yozgan odamga nimaga onangni avratini yozyapsan desa haqorat bo'lmaydi. Esdan chiqarmaysiz. Nima degan onasini avratini nima deb men ko'rmaganman. Ko'rib turibsiz hamma. Siz masalan ko'rmaganman, nima deganman? Men isbotlamaysan. Bu endi sizni tabiatingiz ekanda. Yo, yuravering, gap yo'q. Siz bilan gaplashgan ekanmiz, o'rtada madaniy suhbat bo'lgan ekan, haqorat qilmaganman. Yo, madaniyatdan chekinganmanmi o'sha suhbatda? Yo, men ham chekinmaganman. Hozir ham unaqa emas, lekin siz chekinyapsiz madaniyatdan ancha yiroqlashib ketdingiz. Yo, chunki menga sakragan odamga nisbatan filologik jumla tuzib, mazasini qochirib qo'yaman men. Chunki bu yerda sizni haqorat qilayotganim yo'q. Menga nisbatan orqadan ming'ir-sing'ir qilyapsiz. Sizga aytayapman, erkak bo'lavering. Gaplashgan ekanmiz tengbo'li. Erkak bo'lavering. Tushundim, domla. Birovni onasini haqida unaqa yomon gap. Men yomon gapirmayapman. Yo'q, masalan. Yo, masalan. Prichom deydi Ona prichom? O'shani so'rayapman. Yo, siz yetqazadi, ona deb muqaddas. Yo, bunaqa safsata hissiyotga o'ynashni boshqa odamga qilasiz. Mana farazan bir odam sizga keldida onasini avrati bilan sizni so'kdi. Misol uchun. Siz unga onangni avrati bilan meni so'kma desangiz, uni haqorat qilgan bo'lasizmi? Yo'q, bu bo'yicha hadis bor-ku. Xo'p, siz hadis bilan gaplashmoqchimisiz yo isbotla? Men diyonatim yo'q meni. Yo, siz eshitgan gapini gapiravermaydi o'ziga foyda deb o'ylab. Unaqa bo'lmaydi. Sizdan eshitganman, qiziq. Yo, mendan eshitasizmi, yo'qmi? Momentdan foydalanib o'zingizga foyda deb hadis deb ishlatib ketavermaydi. Hadis degan odam hadisda bor. Bir odam haqida nomini aytmasa ham, u aytib yurgan gapni aytib, palonchi desa, o'shani g'iybat qilgan bo'ladi. Bu ham hadis. Unga amal qilib, bunga amal qilmaysizmi siz? Farqi yo'qmi sizlarga? Din furushlik emasmi bu? Yana hozir aytayapsiz-ki, onani nimaga aralashtiryapsan? Men aralashtirmayapman. Onani Otabek aralashtiryapti. Onasini avratini yozyapti bemalol. Nimaga yozyapsan desam, meni onamni haqorat qilma. Siz aytyapsiz, onasini haqorat qilyapsan. Qani haqorat bu yerda? Sizlarda
ikki yuzlamachilik ham bor-da, ikki xil standart bor. Sizlarga bemalol gapiraverasizlar orqadan, g'iybat ham qilaverasizlar, tuhmat ham qilaverasizlar. Sizlarga javob bersa, nimaga onani aralashtirasan deysiz. Men onani aralashtirmayman. Men qo'lim o'rtaga qo'yib qo'yganman. Agar bir odam assalomu alaykum desa, 1000 manga muxolif bo'lsa ham, u bilan madaniy suhbatlashaman. 1 soat bo'lsa 1 soat, 10 soat bo'lsa 10 soat. Mavzuga muxolif bo'lsin, gap yo'q. Lekin meni orqamdan haqorat qilsa, menga nisbatan noto'g'ri gap gapirsa, men mubashshir domla emasman. Xo'p bo'ladi deb kechirib ketadigan. Men so'rab olaman qo'limdan kelsa. Agar so'rab olishga kuchim yetmasa, qochib ketsa uzoqroqqa, uni keyin Allohning qadariga topshiraman. Kelajakda albatta buni javobini olaman inshaalloh. Yaxshi sizlar. Bu domla meni haqoratimni nimada ko'rdingiz? Hozir shuncha haqorat qildingiz. Sizga haqorat qilmadim. Fikr bildirdim. Sizga haqorat qilmadim. Aytdim boshida. Nimaga meni haqimda menga osilyapsiz? Nimaga? Bizni o'rtamizda Kemasizlar, vish haqorat-ku domla. Yo'q, undan keyin aytayapman-da, Yo'q deyapsiz. Men sizga aytmadim, isbotlang degan uchun aytayapman. Erkakning ishi emas bu Xurshid. Bu jonli efirda odamlarga o'zingizni madaniy ko'rsatishga urinishingiz mumkin. Masalan, bir fohisha qo'lga tushganda qalbim pok meni deyishi mumkin u odamlarning ko'ziga. Lekin sizdan men ham bilib turibmiz kim haqida gapirganingizni. Alloh bilib turibdi kim haqida gapirganingizni. Xalqi ichida ham aqli raso odamlar bilib turibdi. Nima keragi bor unaqa lizinlik qilishi? Nima keragi bor bunaqangi sirg'anib chiqib ketishga harakat qilishi? Gapingizda turavering. Qo'rqoq bo'lsa, bir umringizni uzartirmaydi bu gap. Aka, biz qo'rqoq emasmiz biz. Nimaga unda sizga aytmadim deyapsiz? Bir marta o'lamiz, jonimiz. Ya bu hani yuqoridagi hissiyotga aytilgan gapda bir marta o'lish hamma uni biladi u. Lekin bundan foydalanib, yo sizga aytmaganman deb yolg'on gapirishlikka asos emas-da bu. Meni aytyapsiz, %100 meni aytyapsiz u. %100 meni aytyapsiz u. Xudodan qo'rqsangiz aytish kerak hozir. Ha, to'g'ri domla sizga gapirdim, lekin meni fikrim. Nima bo'ladi? Bir narsa bo'ladimi? Hech narsa bo'lmaydi. Men shuning uchun aytayapmanki, bu erkakning ishi emas, Xurshid. Erkak odam aytgan gapini orqasida turadi. Siz o'zingizcha tushunmagan bo'lsangiz, o'zimcha emas. Siz qo'ygan videoni tagida, xo'p, siz qo'ygan o'sha videoni tagida abror, ashror, eshak deb yozib izohlar yozdimi odamlar yo'qmi? Men videoni izoh yozishgacha olib olmadimmi? Ya'ni Otabekni ko'pchilik yozyapti. Otabekni videosida. Uni ko'rmadim men hali uni. Hamma yozyapti. Xo'p, ko'pchilik yozyapti, Otabek qo'y domla bilan tortishma deyapti, to'g'rimi? Ha, demak meni tushunyapti ekanmi? Nimaga ularga aytmadingiz siz? Yo, qani domlani gapirganim deb. Nimaga aytmadingiz? Yo'q, hali men u videoni ko'rmadim domla. Siz tushunmayapsiz. Siz meni majbur qilyapsizki. Men tushunmayapman emas. Yo, men tushunmayapman emas. Mustoralini haqorat qildim degan gapimni haqorat qildi deganim yo'qman. Xurshid, haqorat qildingiz demadimmi? Men haqimda gapiryapsiz dedim. Osilyapsiz menga dedim. Men siz haqingizda gapirmaganman, faoliyatingizni kuzatmayman. Faoliyatingizga qarshi chiqib qanaqadir siz bilan muxolif emasman. Hozir mana shu yerda o'zi ikki xil gapirib turibsiz. Qani sizni gapirganim deyapsiz? Men aytayapmanki, to'dalanib kellaring degan gap bilan meni gapiryapsiz. Qani sizning nomingiz deyapsiz? Orqasidan aytayapsizki, odamlar domla bilan tortishma dedi, videoni olib tashladim deyapsiz. Qani domlani gapirganim demayapsiz bu yerda. Mana shuni aytadi Xurshid, mana shuni aytadiki, mana shu erkak kishining ishi emas deyiladi. Yo, sizni tanlovingiz shu. Men xohlagan paytda bunaqa deyman, xohlagan paytda bunaqa deyman desangiz, sizni tarbiyangizdan men mas'ul emasman. Xohlagan tanlovingizni tanlang. Xudoga shukr, domla shu paytgacha tarbiyam pand bermagan. Bundan keyin ham pand bermaydi. Yo, hozir pand berdi-yu. Kimga qanaqa muomala qilish kerak? Hozir pand berdi-yu. Hozir pand berdi-yu. Siz videoni o'sha joyini aynan o'zingizga taalluqli bo'lgan deb topayotgan joyingizni ko'ryapsiz-da, lekin undan oldingi gaplarni e'tibor bermasdan dayusligilar ochilib qoldimi? Yo'q, gapni aylantirmang. Hozir men haqimda bo'lmasa, men haqimda yo foydasi yo'qda aylantiryapsiz. Men haqimda gapirmadim deyapsiz. Men haqimda gapirmadim deyapsiz. Men haqimda gapirmabsiz. Lekin odamlar sizga domla bilan tortishma desa, uni qabul qilib olib tashlabsiz videoni.
Shuni menga keltirib beringchi. Men haqimda gapirmagan bo'lsangiz, nimaga domla bilan tortishma deb olib tashlayapsiz? Videoda odamlar yozyapti. Videoni hozir men sizga to'liq ko'rdim deyapsiz-ku videoni. Men to'liq ko'rmadim. O'sha joyini kesib tashlashdi. Men sizni kuzatmayman. Meni PR deyapsiz. Sizni nimangizni PR qilaman? Shu narsani meni eshiting. Mana Abror domlamiz, men efir yoqdim, boshqa mavzuda efir qilmoqchi edim. Hamma pastdan yozyapti, Abror domla bunaqa dedi, Dayus boshqa qashqa. Men aytdim, qaysi efirda gapiribdilar? Mana shu efirda tanqid qildi. Ularning o'zlarining erkin fikri bor, bildirgan desam, yo'q, seni haqorat qildi deyaptilar. Keyin men efirni o'chirdimda, borib o'sha efiringizni topib ko'rsam, mana shunaqa bo'pti. Keyin men uni zapis qilib oldimda, menda menga taalluqli joyini xalqqa chiqimda mana shunaqa gaplar bo'pti. Nima deysizlar mana shu fikrga? Aqlingiz yetadimi men bilan yuzma-yuz kelib gaplashishga dedingiz? Aqlimiz albatta yetadi, chaqirsalar boramiz dedim. O'zimni o'sha xalq bilan muhokamaga qo'ydim. Ko'pchilik ovoz bilan o'sha domla bilan tortishma deyishyapti. Bo'ldi, men masala yo'q, o'sha videoni shunda o'chirdimda, efirni shu joyda blokka qo'ydim. Ya'ni bo'ldi, tortishmaslik kerak ekan degan fikr o'zimga keldim. O'sha fikr o'zim ichimdan men o'zimni chek qilaman-da, qilayotgan postupkalarimni nazorat qilaman, o'zimni kuzataman. Shunaqa fikrga kelganimdan keyin men blok qildim. Endi uni kim qo'yayotgan bo'lsa, o'zlari qo'yayotgan tarmoqqa men hali ko'rib ulgurmadim bu narsani. Hozir siz chiqyapsiz-da, sen erkak emassan, xotin chalishsan, nimadir ayblovlar, terpiylar deb haqorat qilyapsiz. Domla, bu terpiylar haqorat degan so'z desam, bu haqorat emas deyapsiz. O'zingizcha qonun yaratyapsiz. Bo'lmasa mana boring, senatga kiring, qonun chiqaring, bu chiqarib tashlang bularni haqoratli o'sha so'zlar turkumidan. Keladimi qo'lingizdan? Yo, bunaqangi ya'ni yana xotinchaliklarning gapida bu Xurshid. Siz bilan birinchi telefonni o'zida sizga aytayapman. Menga nimaga osilyapsiz? Men sizni hezalay demadim, haqorat qilmadim boshida. Nimaga meni haqimda gapiryapsiz? Desam boshladingiz siz. Ana yumshoqlik qilishlikka, silliqlik qilishlikka, ilonlik qilishni boshlayapsiz. Men sizga aytayapmanki, "Voy, erkak odam unaqa bo'lmaydi." Dedimi? Dedi. Aytdimi, og'zidan chiqdimi, otilgan o'q. Bo'ldi, javob beradi. Xato bo'lsa uzr deydi, to'g'ri bo'lsa men gapimni orqasidaman deydi. Qani meni gapirganim, undan keyin aytayapman men sizga. Bu erkak odam ishi emas bu. Bu hizalayning ishi bu. Erkak odam gapirdimi, gapirdim deydi. Gapirmadimi, gapirmadim deydi. Sizga hozir aytayapman, kim aytgan ijtimoiy tarmoqda to'dalanib keldilaring deb. O ko'p odam aytgan, bilmayman. Bittasini keltirib beringchi, bittasi siz. Men emas, esimda yo'qdi. Qaysi profilligi esimda yo'q dedim. Kim yana? Yo'q, kim yana? Men misol aytayapman. Bunaqa gapdan ushlolmaysanman degan taktika qilmaydi. Bu yerda ochiqcha gaplashyapmiz. Xalq oldida gaplashyapmiz. Yo'q, ochiqcha hali ham gaplashyapmiz domlar. Yo'q, unaqa olishga harakat qilmayman. Yo'q, siz gapdan ushlashga harakat qilyapsiz. Sizni gapdan ushlab bo'lmasligini ko'ryapmiz. Ilonga o'xshab sirg'anib chiqib ketaman deb o'ylayapsiz. Lekin ushlanib bo'lgansiz. Ushlanib bo'lgansiz. Hayvonlarga o'xshatmaylik, bashar farzandimiz, inson farzandimiz domlar. Yo'q, o'sha inson farzandini tabiatida chegarasi bormi o'zi? Inson, men haqorat qilmayapman. Inson tabiatida turli xil hayvonlarning tabiati bo'ladi. O'sha hayvon tabiatiga o'tmasin deydi. Insonni Alloh taolo insonligicha qolsin deydi. O Qur'onni ochsangiz ham boshi mol surasidan boshlanadi, Baqaradan. Oxiri inson bilan tugaydi. O'sha hayvon tabiatidan chiqib inson bo'lsin deydi. To'g'ri gaplashyapmiz. Misol uchun boshida mana telefon o'zingiz aytasiz, meni esimda ham yo'q. Siz bilan gaplashgan ekanmiz, chiroyli suhbat bo'lgan ekan bilishimcha. Yarim chiziq haqorat bo'lmagan ekan oramizda. Nima sizga, ya'ni nima to'lq bor? Mana aloqaga chiqsa bo'lar ekan, ijtimoiy tarmoqdan yozsa bo'lar ekan, cheris kimlardir orqali chiqsa ham bo'lar ekan menga. Nima to'lq, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib, mana Otabekni ham gapirmayapman, men haqimda o'sha onasini avratini yozib javob ber deyapti. O'zidan o'zi. Men gapirmaganman. Otabek Jo'rayevni ham mutlaqo gapirmaganman, uchiqqin menga sakrayapti. Nima, ya'ni nima to'lq? Ya'ni aytadiki, siz ham aytayapsizki, PR deyapsiz. Meni PRga nima ehtiyojim bor? Siz orqali PR qilamanmi men? Menga ehtiyoj yo'qki. Men deganim qaysi joyda, qaysi minutda, qaysi jumlada o'sha Abror Muxtor Ali PR qilyapti degan gapim qani, domla? Yo'q, deyapsiz-da, uni hozir qani meni tutolmaysan meni gapim bilan.
degan tabiatda bo'lyapsiz. Shuning uchun foydasi yo'q deyapman. Siz Sizingizdagi gapni gapirib qo'yishimni xohlayapsizda men. yo'q, menga keragi yo'q uni. Menga keragi yo'q. Siz xohlayapsiz siz haqingizda gapirishimni. Chunki men siz haqingizda gapirmaganman-ki. Siz xohlayapsiz. Men gapiradigan ish qilmaganman-da, o'shaning uchun gapirmagan hech kim. Yo'q. Gapiradigan ish O'rningiz yo'q, qilmaganman. o'rningiz yo'q. Jamiyatda mening uchun o'rningiz yo'q. O'shaning uchun siz haqingizda gapirmayman men. Rahmat, xo'p, o'rnim sizningcha o'rnim yo'q ekan. Ha, meningcha insonlar uchun bordir. Bordir, o'sha sizni boshqa insonlar nazdida o'rningiz bo'lsa, o'shalar bilan gaplashib yuravering. Nima qilasiz men haqimda gapirib? Siz haqingizda gapirganim qani deb yana so'rayapman. Yana aytyapman, mana shu gap Hezalayning gapi. Bo'ldi, siz gapirmagan ekansiz. Bo'ldi, meni nazdimda siz Hezalay odamni tabiatidagi odamsiz. Bo'ldi, siz meni ushlamaysan sen, xohlagan gapimni gapiraman. Mana qancha haqorat qilsangiz mayli, domla. Yo'q, haqorat emas bu. Javob beryapman. Yo'q, Xudodan qo'rqishni Alloh bilan banda o'rtasiga qo'yib qo'yaylik. Sizga javob bermaydi Xudodan qo'rqadigan odam. Siz meni haqimda gapiryapsiz. Izohlarda meni yozyapti. Ana bu Otabek Hamidov degan onasini avratini reklama qiladigan odam o'zini profiliga qo'yyapti. Sizni videoyingiz o'tdi. Izohlarda ham haqorat qilyotibdi meni. Mayli, men ulardan haqorat qiladigan, menga qarshi montaj qiladigan odamlarga ya'ni javob bera olganim uchun turibman maydonda. Menga birortasini ham qiziq joyi yo'q. Men o'sha joyga tilim qisiq joyi yo'q. Aytyapman, haqorat qilmasdan fikr bildiringlar deb gapirib o'tiribman. Haqorat bu ham fazilat emas-da. Haqorat qilishga. Bu ham fazilat emas-da. Siz nimani gapirsangiz ham bo'laveradi-yu, lekin biz gapirsak bu fazilat emas. Yo'q, bu teskarisi. Bu teskarisi. Buni teskarisiga ayting. Sizlar nima desanglar ham bo'laveradi, men javob bermasligim kerakmi? Mana shu to'g'ri bo'ladi endi. Chunki men hayotimda sizni gapirmaganman. Tanimayman ham, rostdan ham sizni. Tanimayman. Men sizni yaxshi taniyman, yaxshi tuzataman, men eshitaman. Xo'p, nimaga unda gapiryapsiz meni? Siz gapirsangiz bo'laveradimi? Siz gapirsangiz bo'laveradimi? Mana shu joyda suhbat bog'lanmaydi. Nimaga? Siz iymon keltirmagan narsa bor. Ushlamaydi, ma'nosini mendan topib ololmaydi, ko'zimni yumib olganman, isbotlolmaydi. Ateistlarning uslubi. Mana shu joyda uziladi mavzu. Bo'ldi, gap yo'q. Meni gapirmadingizmi? To'dalanib kellaring deganda meni nazarda tutmadingizmi? Do'mboq deb haqorat qilgansiz. Ha, o'sha gapdan keyin deyapman sizga. O'sha gapdan keyin deyapman. Bu mazah to'g'risida menimcha bir nima bor, vayl bo'lsin deyilgan, menimcha. To'dalanib kellaring degan gapingizga ham nimadir bormi? Hadislarda uni ham o'qib ko'rdingizmi? Yo'q, men endi sizdan eshitganlarimni o'zingizga aytolman, domla. Men sizdan o'rganganman sizlarni. Vayl bo'lsin, Allohning la'nati bo'lsin degan masxara qilganlarga. Orqasidan g'iybat qilganlargacha. Men g'iybat qilganimni asoslab bering, ko'rsatib bering. Bo'ldi, asosan hozir shuncha kechirim so'rab video qo'ymagan nomard. Yo'q. Men sizga isbotlashlikka qonuniy asosda qozi sud oldida hujjatim yo'q. Men bu ma'noda gapirmaganman desangiz chiqib ketasiz. Lekin diyonat masalasida %100 meni gapirgansiz. Bu yerda hukm masalasi ikki xil bo'ladi-da. Qazovat bo'ladi, diyonat bo'ladi. Qozini huzurida masalan bir odam sizdan qarz olgan, hujjat yo'q. Qozini oldiga borganda, sudga borganda men olmaganman desangiz, sud sizni tarafingizga hukm chiqaradi. Olmagan ekan deydi. Lekin diyonatan, vijdonan qarzingiz bor siz o'sha odamdan. Olgansiz, faqat hujjat qilmagansiz. Bu ham xuddi shunaqa. Sud oldida sizni hozir hech qanaqa aybingiz yo'q. Xohlagan gapni gapirishga haqqingiz bor. Men diyonatan so'rayapman sizdan. Allohning huzuriga borganda ham shu javobni bera olaysizmi? Men Abror Muxtor Aliyni gapirmagan edim o'shanda. Deya olaysizmi qiyomatda? Men deya olayman desangiz, hozir uzr so'rayman sizdan. Bo'ldi, chiqib ketaman, bo'ldi, tugatamiz. Deya olaysizmi qiyomat kunida Abror Muxtor Aliyni nazarda tutmaganman men deb Allohga ayta olaysizmi? Siz yana sekin ilohiylashtirib suhbatingizni olib keldingizda. Ilohiylashtirishni siz boshladingiz. Hadis bormi, oyat bormi deb mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Makillatib qo'yish shunaqa bo'ladi. Ya'ni gapga javob beramay qolishni shunaqa bo'ladi. Javob bera olaysizmi deyapman. Qiyomat kuni
aytmanda qiyomat kuni qiyomatga iymon keltirganmiz. iymon keltirganmisiz? Qiyomat kuni Alloh taolo turg'izib sizni mana shu suhbatingda Abro Muxtor Aliyni nazarda tutganmisan? G'iybat bu deb so'rasa, farazan. Yo'q, men Abro Muxtorlarni nazarda tutmaganman deya olasizmi? Qalbingiz Allohning huzurida. Ya'ni siz nimaga asoslanib bularni dayus degansan degan gapiga qanaqa javob berasiz? u alohida mavzu. Uni men javob beraman. Dayus degan bo'lsam, dayusga javob beraman. Xato qilgan bo'lsam, Robbim men qila olmadim buni. Men xato qilib qo'yibman shu yerda, g'iybat qilib qo'yibman. Deyman, u yerda javobgarlikka majburman. Boshqa ilojim yo'q. Lekin bu men ham o'sha Allohning huzurida agar men aybdor bo'lsam, men ham xuddi shu gapni gapiraman. Bo'ldi, tushunarli. Qo'ygan ekanman. Tushunarli, bo'ldi. O'sha xuddi sizni gapingizda endi siz domla deb, ustoz deb ko'pchilik biladi. Men sizdan o'rnak olyapman, hozir. Yo'q, mendan o'rnak ola olmaysizda. Mendan erkaklar, mendan rijollar o'rnak oladi. Sizga o'xshaganlar o'rnak ola olmaydi. Mayli bo'lmasa yuravering shunaqangi sirg'anib. Bir kun yana diydorlashamiz, Xudo xolasa. Salomat bo'ling. Inshaalloh. Domla, Xudo omadingizni bersin.